O'rtoqlar, assalomu alaykum. Yevropadan kelib, hali O'zbekistonda ishlab ulgurmagan navbatdagi Iveco Stralisimiz sotuvda. Ushbu mashinamiz 460 ot kuchiga ega, yurgan kilometri 600 ming, gazlari 320 kubalik. Gazlari qo'yilgandan so'ng oradan 1 oy o'tdi, hali ishlagani yo'q. Holatlari juda ham chiroyli holatda turibdi. Oldi balonlari ham Michelin balon, Peregon. Ozgina xizmatlarni qiladi o'rtoqlar. Mana orqa balonlarining holati. Ko'rishlar mumkin. ...2019-yil ishlab chiqarilgan, hujjatlari to'liq shaxs nomiga rasmiylashtirilgan. Mana salon ichlari. Bir qavat spalnili. Spalnilarimiz xudo xolasa o'zimizda bor, qilib beramiz. Yurgan kilometri 600 ming bo'lib turibdi. O'rtoqlar, har qanaqa tekshiruv bo'lsa, kelsanglar mashinani ko'rib tekshirib olasizlar. Galovkasiga kamera solib, biz asosiy muammo hozir o'sha galovka muammosi bo'lganligi uchun olayotgan, sotayotgan mashinamizni ham galovkasini tekshirib beryapmiz o'rtoqlar. Chiroyli holatda bizdan qabul qilasizlar. Bemalol yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Aloqaga chiqib ko'rasizlar.